Harvard Business Review nashri kitoblari mamlakatimiz prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ish stollarida turibdi. Hatto prezidentimiz ham asarni o'qiyapti. Yoshligimizda kim Harvard universitetida o'qishni orzu qilgan? Oramizda rosa ko'p ekan. Hali ham orzu qilayotganlar bormi Harvard universitetida? Endi xavotir olmasangiz bo'ladi. Siz Harvardga bormasangiz, Harvard sizga keladi va biz bu narsani uddaladik. Harvard Business Review nima? 1922-yilda Harvardning iqtisodiyot fakulteti Harvard Business maktabi tomonidan Harvard Business Review nashr qila boshladi. Mana shu Harvard Business Review bugungi kunda dunyoning top menejerlari, davlat rahbarlari, korxona rahbarlari, sohasining tor doiradagi eng zo'r mutaxassislar tomonidan o'qib kelinadi. Biz Gutenberg nashriyot uyi risk qilib mana shu asarlarni o'zbek tilida chop qildik.